Assalomu alaykum qarindoshlar. Men so'zlashdan burun sizlarga bir narsa qo'yib bermoqchi. Hammanglar anglagan, ammo amal yo'q deyotganlarga javobim. Vay yaxshimi? Bugun bu yerda ovoz qoldirishim qaysikin Amerikadagi bir ayol ertaga berib kelganlarini so'zlabdi ekan. Mening kallamga kirib oldi, necha kun bo'ldi. Ovozni qoldirib o'zimning berib kelganlarini o'rtoqlashib qo'yildim. Endi so'rashim mumkin, nima uchun borsa ertaga Xitoyda Uyg'urlarni turayotgan chog'da borsang, Xitoy yordam qanday bo'lmamsa, unda ish yo'q degandek ko'rsatgan bo'lmamdi. Bu qarindoshimizning gapini hammamiz angladik. Men o oxirgacha anglab chiqdim va o'zimning o'z ko'z qarashimni o'ttirib qo'ymoqchi. Endi bu balning demoqchi bo'lgani, mening ota-onam bor, ota-onam qirib qoldi, opam 80 yoshga kirdi. Kim bor, kim yo'q, shunga berib ko'rib keldim deyotdi. Shaxsan mening ota-onammi vatanda, mening butun urug'liq qonlarim vatanda. Ammo men texi vatanga boraman. Pasport ilib, vatandoshlik ilib, men vatanga berib, cho'nglarni, uyamdagilarni ko'rma degan xiyolni men kallamga akab baxmadim texi. Chunki aqli va kallasi ishlaydigan bir odam bo'lsa, uyaga borsa, nima ish bo'ladiganligini, qaytib kelsa nima ish bo'ladiganligini besh qo'ldek bilish kerak, ko'ngliga ayon bo'lish kerak. Gapning meg'ziga kelsak, jondan kashmigacha jononga yetkazolmaydi degan gap bor. Ayni vaqtda o'q pulini berma, onam qiynalmasin degan akimizga shunchalik radiyalarni bergandik. Ammo shu akimiz haqiqiy vijdon g'ururliq, vatanparvar, vatansuyar desak, qilchilikmi oz kelmaydi, qilchilikmi kam qolmaydi. Qilish to'g'ri kelgan bo'lsa, shu akimiz qilgan bo'lsa, to'g'ri bo'ladi. Ammo u akimiz onasidan voz kechish badaliga Xitoyning oldida bo'yonaymidi. Buni biz mangulik bir ulgu qilishga arziydi. Amaliyotda muajiratdagi Uyg'ur qarindoshlarningki vatandoshlik ilishining o'zi eng cho'ng bir xato deb o'ylayman. Siyosiy ish qilayotganlar u ayrim. Ular majbur olmasa bo'lmaydi. Ammo bizga o'xshash, sizga o'xshash normal kelib o'sha yerda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarningki vatandoshlik ilishi eng cho'ng xatolik. Sababi bo'lsa, siz kelgan vaqtingizda o'zingizni Uyg'ur deb iltijo qilasiz va siz turishliq shu davlat arxiviga Uyg'ur deb kirdi sistemaning ichiga. Ammo siz vatandoshlik olgandan keyin u sistemadan sizning Uyg'urligingizni yuvib etadi. Siz shu davlatning, shu turishliq davlatning fuqarosi bo'lasiz. Agar bu shaklda hammamiz vatandoshlik olsak, muajiratda Uyg'ur qolmaydi. Uyg'ur yo'qolib ketadi, muajiratdagi Uyg'urlar yo'qolib ketadi. Hammasi o'zining turishliq davlatiningki fuqarosi bo'lib ketadi. Va bu qilganlarimiz Xitoyning ishiga shunchalik yaxshi keladiki, u avarib, mablag' silib, bizni yo'qitimiz deb assimilyatsiya qilamiz deyishi ajatsiz bo'lib qoladi. O'zimizni o'zimiz yo'qitib beramiz. O'zimizning yig'ida o'zimizni qo'rib pishirayotgandeklan bir ish bo'ladi bu. Bir misol aytsak, Turkiyada 5000 Uyg'urga vatandoshlik berdi deb bir xabar chiqqan. Shaxsan bu xabarni anglagandan keyin men nihoyat bearam bo'lgandim. Chunki Turkiyaga borgan 5000 Uyg'urning soni yo'qolib ketdi. Yo'q bo'ldi. Ular hozir turk. Men Uyg'ur desa, kimligingni chiqara deydi. Chiqarsa kimlikning ustida turk deb yoziqliq. Bu nalik bo'ladi? Turkiyalik bo'ladi, turk bo'ladi. Endi bu qarindishimizga kelsak, bir qitim ilinishdi. Xitoyga tunji qitimda yo'q deb radiya berolmadi. Endi buningdan keyingi talablarni qanday o'rindaydi? Buningdan keyingi talablarga sizlarcha qanday javob berar? Yo'q deyalarmi? Menchi bo'lganda bu qarindishimiz buningdan keyin hech qanday bir talabiga mangu yo'q deb javob berolmaydi. Chunki bo'yniga ilmakni o'zi otib Qarindishimizning deyishicha ota-onasining yish cho'ng yashinib qolgan ota-onalarga. Tamam. Bir jihatdan to'g'ri tushungili bo'ladi.
Ammo bir jihatdan buni mangu qabul qilg'ili bo'lmaydi. Chunki ota-onasi yoshga cho'ng'ib qapti. O'lim hammamizning beshida bor bir haqiqat. Uningdan qochib qutula olmaymiz. Badi 80 yoshga kirib qolgan onasini, dadasini ko'rdi. Nim foydasi chiqdi? Hech qanday bir foydasi chiqmadi. Birinchisi o'zining nam shuhratiga sat bo'ldi. Ikkinchisi Uyg'urlarning qilayotgan ishiga bo'lmadi. Uchinchisi Xitoyga o'zimizni o'zimiz tutib berdik degan gap bo'ladi. Buningdan keyin muajiratdagi Uyg'urlarning siyosiy ishiga aralashayotgan chet ellik siyosatchilar, aktivistlar ishinamu bizga? Zulm bor, so'yqirim bor, zulm bor desak bizga ishinamu buningdan keyin? Voy sizlar vatandosh qoladikansizlar, boradikansizlar, kelidikansizlar, xayoliy yashayverdikansizlar. Bu yerga kelib Uyg'urlarni qildi, Uyg'urni manda qildi deb Uyg'urning nomini setib, haqiqiy zulmni yashayotgan Uyg'urlarning nomini setib, sizlar pasportni elib yo'qolib ketdikansizlar deb o'ylamamdi. Boshqalar ishkilanmamdi bu bo'layotgan ishlardan. Shunga mening demoqchi bo'lganim qarindoshlar, qo'lni kesmasa qon chiqmaydi. Jondan kechmasa joningga yetkili olmaydi. Buningdan keyingi bosgan har bir qadamingizni nihoyatda yaxshi o'ylashib, to'qqiz o'lchab bir kesing. Chunki buningdan keyin vatanga qaytgan har qanday bir Uyg'urni muajiratdagi Uyg'urlar xoin, jasus, munofiq deb ta'riflashadi. O'zingizning Uyg'urlar uchun qora tizimlikka kirib qilishingizning oldini oling. Yoki bo'lmasa, qarg'a ketgan Uyg'urlar deb o'zinglarga bir jamoat qurib olinglar. Bugun so'zlamoqchi bo'lganlarim mushagicha bo'lsin. Kanalimga a'zo bo'lib yurak berishni unutmang.